hamma narsa o'rta me'yorda bo'lgan yaxshi. Hali birdan hamma narsaga erishib olish bu yomon narsa. Tez erish yomon narsa. Erta tez erishgan narsa tez ketadi. Bu galgi suhbatdoshimiz hayotlarida insonlarning xulqlari ularning ma'naviyatiga qanday ta'sir qilishi haqida o'zlarining tajribalarini ulashadilar va insonlarning yaxshilari o'zlariga berilgan narsadan, in'omdan birovlarga ham ulashadiganlaridir. Shunday ekan, suhbatni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amaki yoshingiz nechida? Yoshim 45, 46 ga ketamiz. 46 ga qarab ketayotgan inson o'zini qanaqa his qiladi? Endi jay yoshimiz katta deb ham o'ylaymiz. Yoshamiz deb o'ylaymiz u. Yosh katta bo'lgan sari Allohni taniymiz. Alloh yo'lda ibodatda bardam bo'lamiz. Nima kelajak farzandlarimizga, zurriyotlarimizga bir namuna bo'ladigan, yo ibrat bo'ladigan, hali haram xarajdan uzoqroq qiladigan maslahatlar beramiz, yomon yo'llardan qaytaramiz. Hozirdan tarbiyasiga qaramasak, ertaga u kelajakda yomon bolaga qo'shilib qolib, yomon qizlarga qo'shilib qolib, tarbiyasi ham, ahvoli ham yomon bo'ladi. Farzand tarbiyasiga eng katta ta'sir qiladigan omil, yomon ta'sir qiladigan omil nima deb o'ylaysiz? Yomon ta'sir qiladigan omillardan biri, masalan, oilaviy muhit birinchi o'rinda. Oilangizda agar masalan otasi sigaret cheksa, yo onasi har xil kiyimlar kiyib, hali otasidan beso'roq chiqib ketsa yoki oilasida notinchlik bo'lsa, birinchi o'rinda farzandga ta'sir qiladi. Qush uyasida ko'rgan qiladi-da. Masalan, ota-onasi namozxon bo'lsa, ibodatda bo'lsa, hali odobli bo'lsa, mahalla kuylar bilan yaxshi bo'lsa, yo ish joyida yaxshi bo'lsa, obro'li, e'tiborli bo'lsa, farzand ham shunga qarab intiladi, o'shiga qarab, ana ota-onasiga qarab, hali men ham mana shunaqa bo'lsam, otamga o'xshasam, onamga o'xshasam deydi-da. Keyin mana do'stlar ham bog'liq. Do'stlarni ham so'rash kerak. Kim bilan do'stlashyapsan, qayerga chiqyapsan, nima ish qilyapsan? Hali yaxshi insonlarga qo'shilsa, yaxshi inson bo'ladi. Yaxshi inson. 45 yil davomida muhim deb hisoblab kelgan narsangiz, shu erishganingizdan keyin bekor shunga ko'p e'tibor qaratibman. Hayotimda birinchi o'ringa qo'yishim kerak bo'lmagan narsa ekan deb tushunayotgan paytlaringiz bo'lganmi? Hayotimiz hammamizning maqsadlarimiz bo'ladi, lekin erishganimizdan keyin o'sha asosiy maqsad emasligini bilamiz. Men hayotimda bir o'zimda bo'lgan, endi men yoshlikda mashina olsam, uy-joy qilsam, pul, mol davlat qilsam deb rosa harakat qiladi, eladi, yuradi, boshqa qiladi-yu, birinchi o'rinda Allohdan so'raydigan zurriyat ekan. Men masalan o'sha yoshim sal katta bo'lib 32 yoshimda farzandli bo'lganman. Lekin ungacha mana mashinali bo'ldim, uy-joyli bo'ldim, hamma narsam bo'lgan, lekin zurriyatim bo'lmagan. O'shunda men afsuslanganman. Xudodan birinchi o'rinda zurriyat so'rash kerak ekan. Zurriyat so'rasangiz, zurriyat bergandan keyin orqasidan Alloh taolo rizq rasmasini berar ekan. Hamma narsa bo'lar ekan. Allohdan so'rasangiz, o'zingiz sevgan eshitib qo'yar ekan. Ey Rabbim, Alloh yaxshisini bergan desangiz, yaxshisidan boshlaysiz ekansiz. Hali o'zingiz orzu-havas bo'lsa, orzu-havasda yurar ekansiz. O'sha bilan o'raq qo'yadi. Shu bilan o'raq qo'yar ekan hayotingiz. Mana ota-onalarimiz orasida ikki xil dunyoqarash bor. Farzandim uy qurib olsin, mashina olsin, hayotini qurib olsin, keyin uylantiramiz deyshadi. Boshqa toifa ota-onalar farzandimni vohiyroq uylantirib qo'yaman, hamma maqsad orzulariga ayol bilan erishadi deb aytishadi. Siz qaysi toifa ota-onalar turiga kirasiz? Bolangiz ilmli bo'lsa, ya'ni o'shandan keyin o'sha ilmga yarasha tarbiyasi ham bo'ladi. Ilm qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, axloqli bo'ladi. Endi men tavsiya qilardimki, hali birdaniga shartta mashina olib berib, uy-joy qilib berish emas, hali o'zingni tayyorlash kerak. Endi hech bo'lmasa pog'onasini ko'tarib qo'yish kerak. Bola o'zini ko'tarib, o'zini tortib ketadigan darajada qilib qo'yish kerak-da, keyin uylantirish kerak. Hali o'zini hamma narsani berib qo'ysangiz, u bola ertaga oilasini boqish tugul, o'zini ham boqa olmaydi. Uning uchun tayyorlash kerak. Uy-joyi ham nimasi bo'ladi? Endi birdaniga hamma narsaga erishtirish kerak emas, o'rta ma'yorda. O'rta me'yorda aniq qilish kerak. Shunaqa dunyoqarashga ega bo'lish uchun hayotda qanaqangi og'ir yengilini bosib o'tgansiz? Mana bu dunyoqarash balki yoshi 50 ga kirgan insonlarda ham bo'lmasligi mumkin. Hali ham o'zini yosh hisoblashi mumkin, hali ham mas'uliyatni bo'yniga olmasligi mumkin. Endi men hayot davomida bir ikkita odam menga juda ham katta maslahat bergan. Bittasi yana yoshi katta, ulug', juda ham nuroniy otaxon bergan. Hali bir kun ishdan ketdim. Endi charchaganman, qilganman, o'shunda aytganlarki, uyingda bitta o'zing ishlasang ham, men ishlayapman, men qilyapman, mana qilyapman, qiynalyapman, charchayapman, yo mana qilyapman, shu narsaga erishyapman, qiyinchilik bilan demagan. Sen masalan oilangda 5 ta odam bo'lsa, 5 ta odamni
rizq nasiban senga bo'yningga peshanangga yozilgan. Shu o'shlarni rizq nasiban terib olib kelyapsan. Adam ham shunaqa maslahat bergan. Mana ukang ishlamasa yo akang ishlamasa, sen anaqa qilmagan. Akam ishlamayapti, ukam ishlamayapti demagan. Allohga shukr shunchalik ish berganiga deb harakat qilib, shu narsaga erishsang, osonlik bilan erishasan. Hali bo'lmasa o'ylasang, siqilib, hali tashvishda, "Va, o'zim ham yetmayapti, ukam ishlasa bo'lmaydi, akam ishlasa bo'lmaydimi?" demagan. Har doim shunday qilganga Xudoyim shu rizq berganiga shukr deganda harakat qilsa, shu sabr, toqat bilan erishadi hamma narsaga. Hali bir narsa mushkul tushib qolsa ham, hali nima bo'ldi, nimaga men peshinamni yuzib yuborilgan demagan. Sabr, toqat bilan, mayli Allohga shukr, sabr, toqat berganda siz sabr, toqat beradi, erishasiz. Bo'lmasam shunaqa insonlar bor, "Ay, men nima peshinamda shunaqa bo'ldi, o'zini o'zi osganlar ham bo'lgan, hali o'zini mashina tegan tashlagan, nima kerak bor?" U hech qayerga qochib qutulmaydi. Undan ko'ra sabr, toqat bilan harakat qilish kerak, sabr bilan erishadi hamma narsaga. Insonni baxtli qiladigan omil, xursand qiladigan omil, dunyoda va oxiratda baxtli qiladigan omil nima deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda Allohning bergan farzi ado etish. O'sha farzni ado etish, Allohning yo'lida yurish, yaxshi bolalarni tarbiya qilib, ilm bersangiz, ertaga ziyoratlarsiz, o'rningizdan duo qilsa, o'sha yetib boradi. Endi men eshitganlarim, ko'rganlarim, bilganlarim, masalan, ota-onasi hali endi har xil anaqa oilalar bor-da. Hali bolalar bo'lmas bosim qilsa, hali hadib anaqa qilaversa, endi bola, bor edi-da, anta oshnoyning qo'shiladi, har xil oshnoy degan. O'sha ota to'xta, yur, bir mazza qilasan deydi, kayf safoga berish mumkin, boshqa qilish mumkin. Shuning uchun ota-ona ko'p sabab bo'ladi-da, yomon yo'lga kirib ketishga, yomon qilishga. Yoshligida mayli urishasiz, o'qasiz, tarbiya qilasiz, lekin yoshi kattaroq bo'lgandan keyin uni tarbiyasiga juda ham jiddiy qarashingiz kerak. Chunki hali aytadi-yu, o'zimizda ham bo'lgan, eshitganmiz, 14 yoshdan keyin o'sha kak do'stdek gaplashgan bola bilan. Hali bolangizni ichidigini bilmasangiz, nima qotganini bilmasangiz, ertaga bolangiz yomon yo'lga kiradi, yomon axloqli bo'ladi, ertaga sizga ham gap qaytarishi mumkin. 14 yoshdan keyin do'st bo'lganda ichiga kirib, unga do'stona to'g'ri tushuntirsangiz, bola to'g'ri yo'lda yuradi. Bo'lmasa ana oshnoyning qo'shiladi, boshqa qiladi, yomon yo'lga chiqarishi mumkin. 45 yillik tajribangiz bilan, shu 45 yillik dunyoqarashingiz bilan o'zingiz 20 yoshligingizga qaytib qolib, o'zingizga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Shu kunga kelib yaxshiroq bo'lish maqsadida. Endi mana hozir ilmlilarni ko'ryapmiz, chiroyli kostyum shimlarda, chiroyli kiyimlarda, hali so'zlari ham, ularning aqlli so'zlari ham odamni havasini keltiradi-da. Mana o'sha paytda biz o'qimagan ekanmiz, mana mayli Allohga shukr shunchalik yuribmiz-ku. Endi ularga qaraganda sal pastroq pog'onada yuramiz-da. Rahmat kattalar. Ha. O'zingdan kattalardan telefon nomer so'ragan uyarmaysanmi? Va albatta insonlarning yaxshilari o'zlariga bergan narsadan suhbatlashdan qalblarga beriladi. Chotga chiqarmakan bu endi. Jim tur endi. Qara, bomam kamerada turmam yo boshim kesilib qolganmi? Chotki. Bittada o'xshasa yomon.